yashashdan qat'iy nazar asosiysi bir necha yillar yashab olishmas ekan, e'tibor bering. Asosiysi mo'min bo'lib o'lish ekan. 100 yil yashamaydi odam. 200 yil yashamaydi, 1000 yillab yashagan odamlar. Nuh alayhisalom mana 1000 yildan oshiq yashashgan. Nuh alayhisalomdan so'rashgan. Shu dunyoda qanaqa deb ko'rdingiz? Nima deb ta'rif berasiz deganlarda, bir xonani eshigidan ushlab kirdim va narigi tarafidan chiqib ketdim. Ya'ni bir eshikdan ochdim, narigi eshikdan ochib chiqib ketdim degan. Dunyo go'yo shunday ekan. Muaviya radhiyallohu anhu ning davrida juda ham qarib qolgan odamni olib kelishib so'raydi. Hayot qanaqa ekan deganda, tug'ilish, o'lish, kasal bo'lish, tuzalish, xursandchilik, xafagarchilik shundan iborat ekan deydi. Ya'ni necha yil yashasidan xuddi mana shunday hayot. Lekin baribir bir kun o'ladi odam. Vaja'at sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. O'lim masligi senga yetib keldi, haqqi rost keldi, sen undan qochib yurganding deydi.